Qiroati qorilar ma'nosida saviyamiz yaxshi bo'lib qoldi. Mana hozir mana shu O'zbekistonimizda 800 joyda xatm bo'lyapti. 774 tasi aniq, qolganini hisoblay olmadik. Idora shuni e'lon qildi. 774 ta deb. Lekin boshqa bor, undan ro'yxatdan tashqari bor, ko'p. Uni bilmaymiz. Ana shunga hammasiga o'zimizni qorilar. Yana bitta qori emas, yonida sherigi bor. Yana bir qancha qorilarimiz xatm qilmay somiy bo'lishib yuribdi. Aytmoqchimanki, ilmiy ma'noda qorilarni tayyorlash ma'nosida ishimiz yaxshi. Endi shu diniy ma'noda tafsirchilar, muhaddislar, faqihlar, yana boshqa nimalar ham bo'lishlari kerak. Bu ham sekin-sekin yo'lga qo'yilib borilyapti, yaxshilanib kelyapti. Ana u haligi gaplarimiz, bu tabiiy ilmlar, jamiyatga kerak ilmlar, u tibb bo'lsin, elektronika bo'lsin, boshqa bo'lsin, bundan ham hech qachon orqada qolmasligimiz kerak. Harakat qilishimiz kerak. Chunki bobolarimiz buni qilgan. O'sha Ibn Sino 18 yoshda shu bo'lgandan keyin 18 yoshdan keyin u yoqqa borib, yana ko'rib borib, oxiri borib Xorazmdagi Ma'mun akademiyasiga borgan. Akademiya bo'lgan u yerda. Dunyoda eng birinchi akademiyalardan birinchisi Bag'dodda bo'lgan, keyin bizni Xorazmda bo'lgan. Ana ularning qilgan ilmiy ishlari hozirgacha hammaga o'rnak, hammaga namuna. Ana ilm deganda biz musulmon dini targ'ib qilgan ilm deganda mana shunday shomil, komil, inson hayotini hamma tarafini qamrab oladigan va insonga baxt, saodat keltiradigan, uni turmushini yengillashtiradigan, yaxshi bir yo'lga boshlaydigan ilmni biz qasd qilamiz va bu bo'lgan.